aradaki siyasetçilerininki hemmisinin köz qarashlariga men shularning köz qarashlarini bu yerda nima qilib yakunlab ommaboplaştırib sizlarga so'zlayapman. Mushu so'zlashlarning ichiga eng qiyin so'zlamak masala iqtisod. Buni nurg'un atalg'ular degan noit kasbiy atalg'ular intayin jiq bo'yliq murakkablashib atalg'ular aşı ommabop tushuntirishga harbiy siyosat bilan tushundirmak oson, iqtisod tarafni tushundirmak biroz qiyin. Men oxirida yakun so'zimni so'zlab o'tay, shu vaqt fikringlar bo'lsa, endi men javob beray. Conclusion bugungi so'zimning yakun so'zini so'zlab o'tay. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi strategiyalik raqobat 21-asrga eng qiziqarli va ko'rkam raqobat bo'lib yoziladi. Amerika bir mayda strategiyalik raqobatni butun vujudi bilan qanot yoydirib, Xitoyni mag'lub qilib, dunyodagi birinchi darajali kuchli davlat o'rnining tahdidga uchirmasligiga kafolat qilmoqchi. Xitoy qudratli davlat qurish, Xitoylarchilik Changguoming degan Changguomingdan hargiz voz kechmaydi. Bu orzusiga intilish irodasi barg'ansari kuchayadi. Bu ikki cho'ng davlatning raqobati mushu asrdagi dunyo siyosatining asosiy melodiyasi bo'ladi. Lekin tuanda men bu ikki davlatning kuchini sizlarga selishtirib beray. Birinchi, Amerika tabiiy boyliqda mutlaq ustunlikni egallaydi. Amerika butun dunyo havas qiladigan oltin zamin. Terolg'u yer ko'lami Xitoydan ko'p cho'ng. Yida igilik mahsulotlarini eksport qiladigan cho'ng davlat. Amerikaning neft tabiiy gazni o'z ichiga olgan energiyasi o'zini ta'minlaydi. Amerikaning boshqa asosli kon boylik zapsi yetarlik mo'lnaytchi. Xitoyning buning selishtirganda Xitoyning terog'u yerlari asla Amerikadan jiq kichik. Uning ustiga asosiy qurilish bu yerlarni texmo yeb ketdi. Xitoyda ochliq kamchilik bo'lish xavfi har zaman mavjud. Hozir Xitoy yiza igilik mahsulotlarini sap import qilgan davlatga aylandi. Xitoy bo'lsa eng chong energiya import qilgan davlat. Ikkinchi, Amerikaning fan texnika afzalligi zo'r. Zamonaviy ilm-fan asla g'arb madaniyatining alohida mahsuloti. Amerika asosiy fan tadqiqotining dunyo markazida o'rinni uzun muddat saqlab keldi. Mo'l ilm-fan asosi bor. Yuqori texnika sohasida albatta dunyoning oldida mang'udi. 100 yildan buyangi inqilob xarakterli yangi texnikalarning ko'pinchisi Amerikada boshlangan. Gerçi Xitoy oz sondagi yuqori texnika sohasida ilgirlash bo'lsa-mu, asosiy fanning tegi chin emas. Texnikada yenilik yaratish jihatda umumyuzlik halqib o'tib ketolmaydi. Xitoy Amerika va G'arb bilan bo'lgan uzoq muddatlik g'oyat zo'r farqi qisqa vaqt ichida to'liqlamoq tez. Yana fan texnika sohasidagi paslishish zo'r darajada ixtisosliklarni qolishishdan hal qilindi. Amerika uzundan buyon dunyodagi iqtidorli kishilarni jalb qiladi. Xitoyning jalb qilish kuchi mayli fan tadqiqot sharoiti yoki ijtimoiy tuzumi yoki shaxsiy erkinlik yoki qonun ida qarishlik insoniy huquq qatorliq jihatlarda Amerikaga yaqin kelgan yerda emas. Amerika dunyodagi ixtisosliklar ombiridan foydalanadi. Xitoy asosligi o'ziga tayinib yetishtirdi. Amerikaning afzalligi noit aniq. Üçüncü, Amerika'nın dünya boyliqni yutkab ishlatadigan dollar puli bor, dollar quroli bor. Mesela bu qitimki Xitoy virusga qarshi Amerika
Xitoyga qarshi Amerika necha trillion dollar besib iqtisodni qutqizib oldi. Bu besib chiqargan dollar dunyodagi har qanday iqtisodiy kuchli davlatning butun yillik umumiy mahsulot qimmatidan ortiq. Amerika ozroq bosma xarajatni chiqim qilib har qanday davlatdan har xil mol va mulozimatlarga erisha oladi. Dünyadagi har qaysi davlatlar Amerikaning mollarini sotib olishga oldirmaydi. Balki dollar yoki dollar pul muomala mulkini uzun muddat saqlaydi. Dollar bo'lsa dunyo bo'yicha birinchi nomerli kuchli pul. Har qanday davlat va gavda kutilmagan ehtiyojga javob berish uchun dollar saqlaydi. Dollarning o'sim nisbatining o'sish davriga ergashib dollar dünya bilan Amerika o'rtasida eqib yurib, nurg'un davlatlarning iqtisodiy kuchi, pul qisliqi, iqtisodiy chekinish davrini keltirib chiqarishda cho'ng rol o'ynaydi. Amerika pul muomala sohasidagilar eng aqlli kishilardan to'plangan. Bular har xil pul mahsulotlarini ijod qilib sotadi. Masalan, Xitoymi Amerikaning ba'zi pul mahsulotlarini ilib necha 100 milliard dollarni yo'qotgan. Amerikadagi pul muomalachilarning aqli intayin yuqori. Hech kim ularga teng kelolmaydi. Amerikaning pul muomala kuchining qudratli asosi bo'lsa dollar. Xitoyning Amerika bilan farqi zo'r. Xitoy Amerikadan eshib dunyo bo'yicha birinchi cho'ng tashqi savdo davlatiga aylangan bo'lsa-mu, xalqaro pul bilan raschut qiladigan umumiy so'mi aran dollarning 20dan biriga to'g'ri keldi. Men oldingi kuni Dunyo bankasiga qarab baksam, Amerika dunyo pullarida 60% egallaydi. Dunyo so'sida Amerika dollar. Xitoyning aran 3% erishibdi. Amerika yana doim dunyodagi dollar chiqim qilish sistemasi orqali boshqa davlatlarni jazolaydi. Masalan, Rossiya va Ironni jazoladi. Dollar yana kuchli pul muomala quroli. Xitoyning jazolasi Xitoymi qo'rqidi uningdan. 4-chi, Amerikaning ittifoqlash afzalligi ustun. Necha 100 yildan buyon g'arb ellari dunyoga yetakchilik qilib kelgan. İkinci Dünya urushidan keyin Amerika g'arb ellarining rahbari yana dunyoning yetakchisi bo'lib kelyotdi. Agar Amerika bilan Xitoy urush boshlasa, g'arb ellarining hammasi digudak va boshqa demokratik davlatlar Amerika tarafda turadi. Amerika bilan ittifoqdosh munosabat tuzgan gavdalar ko'p. Agar Amerika harbiy hujumga uchursa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi har qaysi davlatlar cho'qim Amerika tarafda turib urush qiladi. Yana Amerika, Yaponiya, Amerika, Koreya, Amerika, Filippin, Avstraliya, Zelandiya, Amerika qatorli harbiy xarakterli ittifoqdoshlik munosabatlar mavjud. Shuning uchun Amerika prezidenti Bayden bizning nurg'un do'stlarimiz bor, Xitoyning yo'q deyilgan. Xitoyning harbiy ittifoqdoshi bir Shimoliy Chavshan bor. U texi ishashlik emas. Rossiya to'polonda to'g'ash o'g'irlashdan boshqani bilmaydi. Albatta, harbiy to'qnashishdan boshqa sohalarda Xitoyning ahvoli bir oz yaxshi. Masalan, iqtisod jihatda Yaponiya, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ve başka devletler Amerika'ya erişip Xitoy bilan ayrılışni xohlamaydi. BDT'nin insani hukuk meselesiga ovoz berganda Amerika ve g'arb ellarining Xitoyga qartilgan takliflari doim Osiyo bilan Afrikadagi kichik davlatlar tarafidan rad qilindi. Xitoyning ko'p yillardan tashqi yordam qilamiz deb pul chechishlari, bir belbaq bir yo'li strategiyaları bundaq vaqtda haqiqatan rol o'ynaydi. 5. Amerikaning harbiy kuchi Xitoydan zo'r ustun. Garchi Xitoy qurol yaraq jihatda tez taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, lekin Amerikadan ko'rinarli farqi bor. Agar Amerika Xitoy
Amerika Xitoy rostınla urush başlasa, Amerika asonla Xitoyning dengiz transport liniyasini uzib tashlalaydi va Xitoyning bo'shliqdagi hamrohlarini bekor qila oladi. Gerçi Xitoyning harbiy paraxodning soni tez ko'paygan bo'lsa-mu, ammo dunyo okeanlarida Amerika bilan qorilashish iqtidori jiq kaynida. 6. Amerika bilan Xitoyning jug'rofiyalik o'rni o'z oldiga afzalligi bor. Amerika'nın coğrafiyalik o'rnini Amerikani 2 qitim dünya urushidan saqladi. Qo'shni davlatlar oz ham munosabati yaxshi. Xitoy nurg'un davlatlarga chegara va dengiz tavalligi mojarosi bak ko'p. Lekin Xitoy, Yaponiya, Koreya va Sharqiy allari ittifoqqa yaqin. Bular bilan savdo va iqtisodiy hamkorligi qanot yoydira oladi. Transport xarajati Amerikadan xeyli tuvan. Bu bir yilda 10 ming qitim ortiq mangadigan poyezd Xitoy bilan Yevropa davlatlarini tutashtira oladi. Bu qulaylik Amerikada yo'q. Yuqoridagi analizdan bilalaymiz-ki, Xitoy kuchi va iqtidori har jihatdan Amerikaga yaqin keladigan yerda emas. Lekin bu ikki davlat tuvandagi sohalarda allaqachon rang-barang urushni boshladi. Bu urushlarni Xudoyim bo'lsa, budoq suhbatda to'xtaydi.